Assalomu alaykum. Qadrli o'quvchilarim, men bugun sizlarni yana bir marotaba onlayn tarzda ko'rib turganimdan xursandman. Siz bu yerga aynan abyuzer munosabatlar va aynan abyuzer munosabatlarni nuqta qo'yish va unda shifo topish uchun kelganingizni his qilib turibman. Ushbu darsimizda raskopka kursimizga qo'shimcha ravishda o'tyapti. Agar bugun siz birinchi abyuzer darsini ko'ryapsiz, agar bu dars sizga ko'proq yuqumli bo'lishi uchun, foydali bo'lishi uchun ruchka, daftar olib yozing. Bu juda muhim, chunki inson yozgan vaqtda unda 80-90% gacha ham eshitib, ham yozib, ham kayfiyati yaxshi bo'lib eshitganda, diqqat bilan eshitganda bu narsa unda 80% gacha saqlanib qoladi ongida. Demak, men sizni psixologingiz Nasiba Xo'jayeva abyuzer munosabatlar va ana shu abyuzer munosabatlarni qanday qilib bartaraf qilish, uning turlari, undan qolgan jarohatlar bilan qanday ishlash masalasida sizlarga 8 ta darslik tayyorladim. Bugun sizlar birinchi darsdasizlar. Birinchi darsda men sizlarga abyuzer insonlarni tanishtiraman. Ular qanaqa bo'ladi, nima ozorlar beradi, qanaqa og'riqlar qoldiradi sizga. Aynan birinchi darsda men shular haqida sizga ma'lumot beraman. Abyuzer insonlar ba'zida biz o'zimizga o'zimiz abyuzer bo'lamiz, abyuzer onalar bo'ladi, abyuzer turmush o'rtoqlar, abyuzer qaynona va hokazo. Abyuzer ilmini o'rganayotgan vaqtimda ustozimiz aytganki, O'rta Osiyoda, O'zbekistonda abyuzer erkaklar soni ko'proq ayollarga nisbatan. Chunki sen ayol kishisan, uyda o'tirishing kerak, meni aytganimni qilishing kerak, meni aytganim bo'lishi kerak. Sen agar hozir yo'q desang, meni farishtalarim qarg'aydi degan turli xil manipulyatsiyalar orqali ayolni boshqarishga harakat qilish foizi juda baland bo'ladi ayni abyuzer erkaklarda. Abyuzer qaynonalar biror xato qilib qo'ysa, seni eringga aytaman, shoshmay tur, ering kelsin, hali seni ko'zingni ko'rsataman, unaqa qildiraman, bunaqa qildiraman, seni hali ko'chaga chiqarib haydayman. Aynan tepadan kelib gapirish, bosim qilish abyuzer insonlarni xarakter xususiyati hisoblanadi. Bunday insonlar bosim qilish orqali o'ziga energiya oladi, kayfiyati ko'tariladi, kuch yig'adi va kimnidir oyoq osti qilib qiynagani uchun, uni ruhiy holatini azoblagani uchun u o'zini samootsenkasini ko'tarib oladi. Abyuzer so'zini ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, bu bosim berish, bosish orqali ma'lum bir insonga o'zini fikrini, talablarini o'tkazadigan insonga abyuzer inson deyiladi. Ya'ni bosim beradi, uni boshqarishga harakat qiladi turli xil yo'llar bilan. Abyuzer insonlar faqatgina bu sizni boshqarish bilan cheklanmasligi, uni turlari bor. Misol uchun pul temasida kimlardir abyuzer, intim munosabatlarda abyuzer, shunaqa mana yigit qiz o'rtasidagi abyuzerlar shunaqa bo'ladiki, boshda qizni ko'nglini olish uchun hamma narsani qiladi. Gullar, sovg'alar, hattoki qarzga olib bo'lsa ham uni ko'nglini oladi. Olgandan keyin, rozi bo'lgandan keyin bir yerga boraman desa, yo'q, bormaysan. Men sensiz unaqa bo'lib qolaman, o'lib qolaman, bir narsa bo'ladi hozir menga. Sen ketma, yo'q, nima qilasan u dugonalaring bilan? Men seni o'zim undan ham yaxshiroq joyga olib boraman. Unaqa qilaman, bunaqa qilaman deb uni juda baland nazorat ustida, bosim ustida ushlab turadi va sekin uni to'liq jamiyatdan uzgandan keyin ana endi unga aytish boshlaydi, sen qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Men bo'lmasam sen hech kimsan. Men seni unaqa qilyapman, men seni pul bilan ta'minlayapman, men senga bunaqa sharoit qilib berdim. Yoki onamnikiga boraman desa, bormaysan deb turib oladi. Boshida sen ketsang men uxlolmayman, qiynalib qolaman, misol uchun turmush qurgandan keyin bormaysan, sen ketsang men uxlolmayman, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, qiynalaman va hokazo bo'lsa, asta sekin shunaqa bo'ladiki, to'g'ridan to'g'ri bormaysan. Tamom, bormaysan, tamom, assalom, bu kecha borganing, nima qilasan? Ular o'zi yaxshi odamlar emas, ular unaqa odamlar, bunaqa odamlar, sen borsang seni miyangni buzadi, ular oilamizga salbiy ta'sir o'tkazadi, seni holatingga, ruhiyatingga yomon ta'sir qiladi deb o'sha onasinikiga borishga qo'ymasligi boshlaydi. Bu munosabatlardagi abyuzerlik hisoblanadi. Va abyuzerlar pulda qanaqa bo'ladi? Boshida ko'p pullarni beradi, $1000 kerak bo'lsa, 200-300 qanaqa sovg'alar, podarkalar, hamma narsani olib beradida. Vaqt o'tgandan keyin u shu narsani kamaytirish boshlaydi. So'raganda beradi, yalintirib pul beradi va aytadiki, men bo'lmasam sen hech qayerdan pul topa olmaysan, yasha olmaysan, bolalaring bilan ko'chada qolasan, och qolasan, men pul topyapman degan tarzda bo'ladi. Vaholanki u boshda juda dobri, shunaqa so'ramasangiz ham narsalar, gullar, shokoladlar, e'tibor, sayohatlar, restoranlarga olib chiqqan bo'ladi. Uni oxiri esa tupikka kiritib qo'yadi sizni pul tomonlama. Siz o'zingizni zo'r kasbingiz bor edi, misol uchun
siz bo'lishingiz mumkin psixolog, tikuvchi, dizayner, musiqachi, rassom. O'sha ishingizdan siz olib chiqadi, yo'q, men sen ishlashingni xohlamayman, men xotinim ishlashini xohlamayman, bu chiroyli qo'llar ishlashini xohlamayman, uyda o'tirishingni xohlayman, men o'zim seni pul bilan ta'minlayman, o'zim seni boqaman, mani xotinim hech qayerda ishlamaydi. Shunaqa narsalar bilan miyani bir so'z bilan aytganda boshini aylantirib oladi o'sha qizida. Ana undan so'ng u hech qayerga chiqa olmaydigan, pul topa olmaydigan holatga kelganingizdan keyin sen mensiz hech kimsan deyishni boshlaydi. Meni pulimga yashayapsan, sen mensiz hech kimsan, sindirishga harakat qiladi, janjal chiqaradi va hokazo. Abyuzer insonlarda yana bir odat bor edi munosabatlarda, ular nimadir qo'liga tushsa otib yuboradi, sindiradi, telefonni otib yuborishi mumkin. Qo'shimchasiga ular aytadiki, ana sen aybdorsan. Agar sen meni jahlimni chiqarmaganingda edi, men telefonni otmasdim. Agar sen meni jahlimni chiqarmaganingda edi, men hozir mana shu narsa sinmagan bo'lardi. Agar sen jahlimni chiqarmaganingda edi, hozir men senga pul berardim. Endi jahlimni chiqarding-da, shuning uchun senga endi pul yo'q. Ana shu tarzda insonni psixologik bosim ustida ushlaydi. Eslataman, abyuzer so'zining ma'nosi nima edi? Bosim berish. Bosim ustida saqlaydi va bunaqa uzoq bosimda yashagan ayolda psixologik buzilishlar kelib chiqadi. Misol uchun o'zini aybdor his qiladi, tez yig'laydigan bo'ladi, ziq bo'lib qoladi, o'zini o'ldirgisi kelishi mumkin va hokazolar. Va abyuzer inson bilan yashab, misol uchun siz hozir mana shu gaplardan keyin, ha, men birinchi yigitim abyuzer edi yoki erim abyuzer, hozir o'zgarib qolgan, unaqa bunaqa. Abyuzer insonlar o'zgarish juda qiyin. Agar sizni hayotingizda bir marta bo'lsa ham abyuzer inson kirib kelgan bo'lsa, bo'ldi, o'tib ketdi, endi u inson bilan hozir munosabatim, отношениям yo'q deyishingiz mumkin, lekin u insondan jarohatlar qolgan bo'ladi, bor bo'ladi jarohatlar va shuning uchun aytaman, обязательно, ya'ni albatta siz ishlashingiz kerak abyuzer inson bilan qilingan munosabatlardan so'ng, chunki uni jarohati bor bo'ladi va u jarohat sizni ongingizda bor bo'lgani uchun keyingi yangi qurilgan munosabatlarda ham sizni qo'rquvingiz, sizdagi emotsional yakunlanmagan hissiyotlar hisobidan u inson ham sizga abyuzer bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun albatta siz bu 8 ta darsni hammasini zo'r eshitishingiz, o'z ustingizda ishlashingiz, lecheniyani boshlashingiz kerak. Inshaalloh bu dars sizga lecheniya bo'la oladi, oxirigacha eshitishingiz mana shu vaziyat sizda yakunlanishiga katta yordam beradi. Davom etaman, intim munosabatlarda abyuzer insonlar agarda u yerda qanaqadir qoniqmaydigan yo bir uzoq davom etmaydigan bo'lsa, sen aybdorsan-da. Sen aybdorsan, sen yaxshi menga energetika bermading, sen chiroyli o'tirmading, sen unaqa qilding, shuning uchun yaxshi bo'lmadi. Agar sen mana bunaqa qilganingda yaxshi bo'lardi yoki imminni juda qo'pol munosabatda bo'ladi. Ya'ni bu zo'rlash ko'rinishida bo'lishi mumkin, bu qo'l ko'tarish ko'rinishida bo'lishi mumkin. Lekin yana bitta tomoni borki, abyuzer insonlarni ular xuddiki mana bunaqa yurak urishi kabi ko'tarilib tushuvchi bo'lishadi. Ya'ni ular bir sizni ko'tarib tepaga chiqarib maqtab, gullar, hamma sovg'a podarkalar, keyin u pastga tushib bir xil ketib qoladi. Ya'ni sizga o'sha bergan narsasini birdaniga to'xtatib qo'yadi. Siz esa ishonib yurasiz, yo'q, bu inson boshqacha, bu asli boshqacha bo'lgan, to'ydan oldin boshqacha edi yoki 1 yil oldin umuman boshqacha bo'lgan, 10 yil oldin boshqacha bo'lgan. O'sha holatga qaytishini kutib yashaysiz. Qachondir u yana oldingidek menga mehr beradi, yaxshi ko'radi, u sizni ishontiradi. Sen o'zing noto'g'ri bo'lganing uchun men shunaqa bo'lib qoldim. Sen nimadir noto'g'ri qilding, shuning uchun men hozir shunaqa asabiy bo'lib qolganman. Sen men bu xatolarni qildingki, men seni kechira olmay qolganman. Meni o'zgarishimga sen aybdorsan deb sizni o'zingiz aybdor qilib qo'ygan bo'ladida, siz men o'zimni o'zgartiraman, keyin erim yana oldingidek bo'ladi. Butun o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib, o'zingiz yana ham o'zingizga abyuzerlikka kirib ketib qolar ekansiz. Ko'p psixologlar, mutaxassislar abyuzer inson bilan yashashni tavsiya qilmaydi, chunki ularni o'zgartirish juda qiyin va hokazo. Lekin men aytaman, abyuzer inson bilan yashashni tanladingizmi, siz o'z ustingizda tinimsiz ishlashingiz kerak. Sababi hadis kelgan, musulmonning aksidir, mo'min mo'minga aksidir. Siz o'zgarar ekansiz, siz o'zingizga abyuzer munosabatda bo'lishdan voz kechar ekansiz, u inson ham o'zgarish boshlaydi. Buni yodingizdan chiqarmang. Yagona yo'l, agar qolmoqchi bo'lsangiz u inson bilan, o'z ustingizda juda chuqur va davomli ishlashingiz. Lekin yana aytaman, ko'p mutaxassislar qo'l ko'taradigan abyuzerlar bilan qolishni tavsiya qilishmaydi. Chunki mayib bo'lishingizni xohlamaydi ular, shuning uchun shunaqa deydi. Agar siz qolishga qaror qilgan bo'lsangiz, ko'p ayollar farzandim, jamiyat va hokazo, unda o'z ustingizda ko'proq ishlashingiz kerak. O'zingizga nisbatan ayblovlarni to'xtatishni boshlashingiz kerak. Shuning bilan birga abyuzer erkaklar yoki ayol yo qaynona yoki onada shunaqa narsa bor bo'ladiki, ular judayam
sizni nazoratda ushlaydi. Qayerga boryapsan, qayerga kelyapsan, nima qilding, nima yeding, qancha ishlatding, voy kelin buni qanchaga oldingiz yoki qizim san qayerga bording, qayerga, umuman eringiz bo'lsa ham to'liq sizni nazorat qilish xohlaydi. Qayerga borib kelding, nima qilding, nima yeding, nima kiyding, pulni qanaqa ishlatding, to'liq sizni nazoratda ushlashni xohlaydi. Agarda siz urushib qolgan taqdiringizda ham, janjal bo'ldi, urushib qoldingiz, u sizni ayblashni boshlaydi janjal tugagandan keyin. Sen shunaqa demaganingda, sen onangga ketmaganingda, sen gap qaytarmaganingda, sen unaqa demaganingda va hokazo. Shuning uchun siz juda kuchli bilimga ega bo'lishingiz kerak. Men buni inshaalloh keyingi darslarda sizlarga tushuntiraman, qanaqa ishlanadi, chunki bizda 8 ta dars bor. Bugun sizlarga tanishtiryapman abyuzerlar, qanaqa odamlar ular, sizga nima zararlar berishi mumkin. Inshaalloh keyingi darsimizda abyuzer turlari va yechimlar haqida ham ketadi. Ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman abyuzerlar haqida. Bugun bilishingiz va muhim deb bilgan narsam o'zingiz uchun 4lik yozing. 4lik, ya'ni bolaligingizda kimlar sizni abyuzer va boshqarishga harakat qilar edi. Hozir sizga kimlar bosim bilan munosabatda va sizni boshqarishga harakat qiladi va aytgan narsalarimdan qaysi biri sizni hayotingizda bor yoki oldin bo'lgan. Va uchinchisi, siz o'zingiz qanaqasiz? Hozir o'zingizga nisbatan bosimdamisiz? O'zingizni ozgina xatoingizni ham kechirmaysiz? Yo'qqa chiqarib yuborasiz qilgan ishingizni. Sen xato qilding, to'g'ri qilding, yana xato qilding-da. Chunki abyuzer inson bilan yashaganda abyuzer inson o'zini ko'p ayblashga majbur qiladi, insonni aybdor qilib ongini shunaqa qilib qo'yar ekan. Va 4-inchisi esa kelajakda sizda qanaqa abyuzer insonlar kutyapti. Chunki agar hozir siz ishlamasangiz o'z ustingizda, albatta o'g'lingiz, qizingiz yoki sizni o'zingiz kimgadir abyuzer bo'lishingiz mumkin. Kelajakda kim sizga abyuzerlik boshlagan allaqachon, balkim o'g'lingiz sizni allaqachon nazorat qilishni boshlagan, balkim sizni o'zingiz farzandlarni nazorat qilishni boshlagandir. Siz juda kuchliman, qizingizni o'tirmay turma, unaqa qilma, bunaqa qilma, ovqatni nimaga bunaqa pishirding, buni bunaqa qilding, ya'ni nima kutyapti sizni kelajakda? Aynan shunaqa bosim bo'yicha, psixologik bosim bo'yicha nima kutyapti sizni? Va abyuzer inson bilan yashaganda shunaqa bo'ladiki, kasalliklar. Agar u inson xolerik yoki sangvinik bo'ladigan bo'lsa, u juda tez kasallikka chalinadi, chunki xolerik va sangvinik tipidagi insonlar bosimga chidab bera olmaydi. Aflegmatik bilan melanxolik bo'ladigan bo'lsa, ular ko'p ichiga yutadi va ularda oshqozon, jigar, yurak, pochka kasalliklar va sekin yillar o'tib, chidab bu kasallik rakka, saratonga, matkadagi buzilishlarga, ko'krak saratoniga olib kelishi mumkin. Sangvinik inson esa yig'layveradi, xolerik inson ham chiqaradi, o'zi janjalkash bo'lib qoladi, kimdandir o'ch oladigan bo'lib qoladi bu tipdagi insonlar va ularda ham asab kasalliklari, qo'l qaltirashi, tez jahli chiqishi, yig'loqi bo'lib qolish, shunaqa narsalar kuzatiladi. Bu juda psixologik haligi davomli bosim ustida yashagandan keyin shunaqa bo'ladi. Yana aytaman, o'z-o'zidan abyuzer inson bilan yashagandan keyin uning travmalari o'z-o'zidan qayergadir yo'qolib qolmaydi. Albatta mutaxassis bilan ishlash kerak. Hattoki oradan 10 yil o'tgan bo'lsa ham, albatta siz bu bo'yicha ishlashingiz kerak bo'ladi. Inshaalloh aynan bu dars sizga shu maqsadda tashkil qilindi. Bu sizga hattoki sovg'a tariqasida berilyapti kursga qo'shimcha ravishda. Men o'ylayman buni sizlar qadriga yetasizlar. Qachonki biz to'lov qonuniga amal qilib biror bilimni egallar ekanmiz, ongimizda to'lov qilganimiz uchun joy ochilar ekan, shu bilimni kirishiga. Agar siz xohlasangiz, albatta siz bu bilimni 8 audioni hammasini qo'lga kiritishingiz mumkin. Menejerlarga bog'lanib, albatta katta tarifga o'ting, VIP tarifga o'ting. Agar unday bo'lmasa, men aytaman, siz to'xtamang. Chunki bu sizni kasallikka olib keladi. Bu sizda juda mana o'zingiz agar abyuzer inson bilan yashaganlar ayta oladi, oshqozonda, boshida og'rig'i bor va hokazo, yoki ichiga yutish bor. Men sizlarga yaxshilik tilayman, shuning uchun aytaman, to'xtamang, albatta o'sing. Keyingi darsimizda ko'rishguncha uyga vazifani albatta bajaring, 4 ta turkumga bo'ling. Ko'rishguncha.